$1600 pulingiz bo'lsa, $1000 dan $5000 mana shunday gella ishlab chiqarib daromad qilsangiz bo'ladi. Mana shunday aziz do'stlar, gella ishlab chiqarishni Shuhrat akamiz o'rgatar ekanlar. Shogirdlikka tushsalaringiz ham bo'ladi. $1600 bilan boshlab oyiga o'rtacha $1000 dan to $5000 daromad qilasizlar. Shogirdlar bormi o'zi? Shogirdlar 300 dan ortiq shu 4 ta davlatda, o'zimizda mana shu vodiyda 30-40 ta, Toshkentda bir 20-30 ta, qolgan hamma viloyatda, o'zim Samarqand ham, o'sha Surxondaryo, Qashqadaryo ham meni shogirdlarim ko'rib turgan bo'lsa, o'sha 300 dan oshiq shogirdimiz o'zlari nima kommentariyalarni yozsin, o'zlari fikrini bersin. O'rgatganda qanday? Bizlar har bir mahsulotni o'rgatganimizda o'zimiz ishlab chiqaruvchimiz. Shu holatda ishlab chiqarib o'rganadi. Meni uyimizda Xudoga shukr, meni yotoq joy, o'sha osh-ovqat hammasi bemillat. Bizlardan men bir kunda o'rganib ketsin, 2 kunda demayman. Har bir mahsulotni jivoy mana shu ishlab chiqarib o'rgansin. Bitta so'zim bor. Mana shu meniga keldimi, shu inson biznes qilishi shart. Men shunga harakat qilaman. O'zi haqiqatan ishlasa, sababiki men undan olgan pulim halol bo'lishi kerak. Toshkentdan kelgan Valijon shogirdimiz. Bundan 1 soat oldin nimadan Xorazmdan ketdi shogirdimiz. Mana bu yigit kechadan oldin keldingiz-a? Kechadan oldin keldilar. Keldi. Hozir mana shu kasbni o'rganyapsiz aka. Maqsad mana shu kasbni o'rganib, mana shundan orqasidan daromad qilish. Xo'p, necha pul bilan boshladingiz? Mana Biskontakni avtoshampun Pina, avtoximiyada, keyin vosk, mashinada bilasiz, yuvganiga vosk sepsangiz artish keragi yo'q. O'shalarni ham ishlab chiqarasiz. Shuning ichida o'rgataman. Shuning ichida o'sha 12 ta deganda keyin balon qaraytiradigan, oyna yuvadigan, oynani muzlatmaydigan, o'sha hamma nimani ichida o'rgatasiz. Bitta bo'lmas ekanda, u yo'q, zo'r ekan. Yo'q. Bu material o'zgarmaydi. 10 yildan keyin o'zgarmaydi. Men garantiya beraman. Teshilib yorilmaydi. Hozir meni sherik ketdi Xorazmdan 1 soat oldin. 2 kun oldin nimadan ketdi Qoraqalpog'istondan u yigit uni ko'rdi, bu yigit buni ko'rdi. Undan oldin Samarqanddan shahardan 2 ta shogirdimiz ko'rib turgan bo'lsa, hammasi kommentariy yozib qo'ysin. Gap yo'q. Davlatdan kelar, qaysi shahardan kelar, qaysi qishloqdan kelar, qaysi viloyatdan keladi, shunday kelsin. Shu holatda agar boshqacharoq bo'lsa, meni bu yerdan ko'rib kelgan, boshqacharoq bo'lsa, bemalol men 2 qo'lim ko'taraman. Masalan, mo'san moykasi bor akalar ham murojaat qilsa bo'lar ekan-da sizga. Bemalol. Pena bo'yicha. Pena bo'yicha. Nimalari bo'yicha? Vosklar bo'yicha, aka. Aziz do'stlar, biznes boshlamoqchisiz, lekin qanday biznes boshlashni bilmayapsizmi? $1600 pulingiz bo'lsa, $1000 dan $5000 mana shunday gella ishlab chiqarib daromad qilsangiz bo'ladi. Barchangizga assalomu alaykum. Bugun bizlar Shuhrat akani texlariga kelganmiz. Mana shunday aziz do'stlar, gella ishlab chiqarishni Shuhrat akamiz o'rgatar ekanlar. Shogirdlikka tushsalaringiz ham bo'ladi. $1600 bilan boshlab oyiga o'rtacha $1000 dan to $5000 daromad qilasizlar. Hozir o'zlarini chaqiramiz, bizga polni ma'lumotlarni berib o'tadilar. Shogirdlikka tushish uchun nimalar qilish kerak va qanchada o'rganiladi va mana shu polni materiallar hammasini o'zlaridan berar ekanlar. Xo'p, Shuhrat aka, keling qani aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi aka? Rahmat aka. Obunachilari, assalomu alaykum. Hammaga, butun jamiki insonlarga hammaga salom. Shuhrat aka, qanday aka? Tinchsiz aka, yaxshimisizmi aka? Siz yaxshimi? Yaxshi, rahmat aka. Xudoga shukr. Mana bir el xalqiga foydasi tegadigan bir videorolik qilmoqchi bo'lyapmiz. Biz endi nasib bo'lsa siz bilan birgalikda aka. Aka, mana shunday gella ishlab chiqarishni hozirda siz o'rgatyapti ekaningiz. Shogirdlar olyapti ekaningiz, aka. Shunday. Xo'p, aka endi bizga qisqacha ma'lumotlarni berib o'tasiz. Mana shunday hozirda boshida masalan $1000 dan to $5000 daromad qilsa bo'ladi dedik. To'g'rimi aka? Shunaqa. Birinchi ochilib masalan necha pul kerak mana shunday ishni boshlash uchun Shuhrat aka? Mana bunaqada bizlarda o'sha gel apparatlarini o'zimiz yasab, o'sha ximikatlarini o'zimiz sotamiz. Keyin boshqa o'zimizga bog'lab qo'ymaymiz. Boshqa nima bazalar ham bor. O'sha bazalarda qaysiga yaqin nima bo'lsa o'shalar bilan tanishtirib, o'sha joydan yaxshi sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga o'rgatamiz. O'rgatganda qanday? Bizlar har bir mahsulotni o'rgatganimizda o'zimiz ishlab chiqaruvchimiz. Shu holatda ishlab chiqarib o'rganadi. Meni uyimizda Xudoga shukr, meni yotoq joy, o'sha osh-ovqat hammasi bemillat. Bizlardan shu mehmon kelsa uyingga Xudo baraka beradi-da. U mehmonlarga hech nima yo'q, qancha bo'lsa men bir kunda o'rganib ketsin, 2 kunda demayman. Har bir mahsulotni jivoy mana shu ishlab chiqarib o'rgansin.
shoshmasin, bemalol kelgandan keyin bir kasbni bitta narsada bu hunar kasb juda ham bu yuqori darajada o'rganish kerakda biznes qilish uchun. Shuning uchun shoshilmaslik kerakki, bir xil keladi, bugun men ertaga mana shu soatga ketishim kerak deydi-da, u chala bo'ladi. Chala bo'ladi. Erta sababi sizdan shunday biznes qilish kerakki, men odamlardan pul olyapman, baraka toping. Bolalarim, nevaralarim bilan uni nima qilyapman-da, iste'mol qilyapman. Ular mendan baraka topish kerak. Shunday. Sababi buni juda ham puxta o'rganish kerak. O'zi ishlab, yaxshi boy va davlat bo'lib yashasin. Undan keyin o'sha avlodiga o'tsin o'sha ishlab chiqarishlarda. Hech qachon bu ishlab chiqarishlar xudo xolasa mo'yshtesni ham, avtoximiyani ham o'rgataman. Bular hech qachon qolmaydi. Zamondan sababi kir yuvamiz, ko'stovoq yuvamiz, avtomat, pol avtomat hammasini o'rgatamiz. O'sha kirlarga, gillarimiz bor pasoda hozir ichkariga kirganda ko'rsatamiz. Bo'lmasa qarang, bunday qilib yurib ko'rsataylik, shu odamlarga ham qiziq bo'lish uchun. Endi qarang, yaxshi savol berdingiz. Suyarib, sizga rahmat. Mana shu bizlarda $1200 gel apparatimiz. O'shani ichida 12 ta reseptni o'rgatamiz bizlar. Shu pulni ichida. 12 ta. Unda nima? O'sha mo'ysht sirsiva ham, avtoximiya ham. Avtoximiya deganda masalan nima? Avtoximiya deganda o'sha beskontaktni avtoshampun, pina. Xo'p, birinchi nimadan boshlaymiz, aka? Mana endi qarang, bizlar boshlaganimizda 2 yil davomida Toshkentdan Bakirishga olib kelib, xo'p, o'shani ishlab chiqarib, ximikatlarni nima qilib, ishlab chiqarib, mahsulotlarimizni ishladik. Shundan keyin shu bildikki, Bakirishga olsak apparatini, yana bizlarga o'shani daromadi ham o'zimizga, gabarit bo'ladi-da, yo'l kirasi ham o'zimizda bo'ladi deb mana shu nimani apparatni oldik. Mana shu apparatni sizlar olgansizlar. Birinchi mana kompressori. Xo'p. Bu ikkita apparatimiz bor, ikkovi kompressori. Bu rissiveri, havo bunga yig'ib, undan bu yoqqa beradi. Xo'p. Mana bu yoqda mana bakarishga ishlab chiqaramiz. Bu ishlab chiqariladi. Hozir shovqini uchun to'xtatib o'chirib qo'yilgan, to'g'rimi? O'chirib qo'yilgan. Qaranglar. Mana shu narsadan baklashka bormi? Bakalashka. Qani ishlab chiqarilgan baklashka? Mana shundan, mana shu baklashka chiqar ekan. Polni o'zlari mana shunda ishlab chiqariladi. Mana shu narsalarni polni sizlar o'rganasizlar. Hozir chiqarib ham bir ko'rsating, nima? Bitta chiqarib ko'rsatsangiz bo'ladi. Nima qiling? Mana bo'ldi, chiqadi. Xo'p, Shuhrat aka, boyni boshida aytmadingiz. Necha pul bilan boshlasa bo'ladi mana shu biznesda, aka? Qarang, mana $1200 deb boshladim. $1200 ga o'sha apparatimiz 12 ta resep bilan 12 ta resep o'rgatamiz. Apparatimiz shuni ichida. Keyin u odam ximikat olish kerak, bakashga, etiketka, upakovka, ularga o'rtacha 1 tonnasiga 4 million, 4,5 million pul sarf qiladi. $1600 nima qilsa, o'zini qo'lida apparat plus 1 tonna 200 grubi mahsuloti bo'ladi. 1 tonna 200 litr sotuvga bo'ladi. O'sha 1600 ichida. Mana masalan mana shunimiz. Bular bormi yana? Mana bu sexda menimcha ichkariga. Sexda bor, ichkariga kiramiz. Parashogimiz, jetki parashogimiz, for nomli. Bunisi o'sha jetki mela xozayственniy. Bular o'sha kir mashinalariga, universalniy avtomat, pol avtomat kir mashinalariga ishlaydi. Bu yoqdagi gillarimiz ham bor, pasoda. Pasoda gillar bor-a? Bu ishlab qani? Keyizda mana bu ishlab chiqaradigan seximiz. Mana. Yana polni ishlab chiqariladi-da. Mana ishlab chiqarish nimamiz. Mana bu gil pasodamiz. Bu tashqariga olib chiqmagan ekanmiz. Mana shu gil pasodamiz. Bu yo'q polni gillar, to'g'rimi aka? Gillar mana. Bu avtoximiyani ximikatlarida ham shu yerda ishlab chiqariladi. Avtoximiyani ham shu yerda ishlab chiqariladi. Avtoximiyani ham, lekin bizlar ishlab chiqarib sotmaymiz. Sababi o'rgatamiz, o'zimizning mo'ykalarimiz bor, hali boramiz. O'sha mo'ykalarimizni ishlatamiz. Keyin o'sha zakaz qiladi, zakazlarga tayyorlab beramiz. Atak o'zimiz ishlab chiqarmaymiz. Ularga ham, reseptlarga, xudo xolasa, garantiya apparatlarimizga ham, o'sha reseptlarimizga ham. Mana shunday mahsulot. Boyagidek mahsulot cho'kib, ko'pirmay, unaqa narsa yo'q bizlarda, xudo xolasa. Aka qarang. Shogirdlar bormi o'zi? Shogirdlar 300 dan ortiq shu 4 ta davlatda, o'zimizda mana shu vodiyda 30-40 ta, Toshkentda bir 20-30 ta, qolgan hamma viloyatda, o'zim Samarqand ham, o'sha Surxondaryo, Qashqadaryo ham, meni shogirdlarim ko'rib turgan bo'lsa, o'sha 300 dan oshiq shogirdimiz
o'zlari nima kommentariyalarni yozsin, o'zlari fikrini bersin. Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda, masalan, o'sha Qozog'istonda o'sha Ostonalardan, Almatalardan, Turkiston, bu Chimkent, bu yoqdan Tojikistondan, Dushanbedan, bu nimadan, Xo'janddan, Qirg'izistonda Bishkek, bu o'zgan nimalar, oshlardan kelib, xudo xolasa, nima deymiz, hozir Jallobod deydi Osh viloyatini, o'sha Jalloboddan ham kelib shogirdlarimiz o'rganib, mana shu ishlab, bizneslarni yurityapti, Xudoga shukr. Hech kim bu narsadan kam bo'lmaydi. Lekin har bir inson biznesda o'ziga ham bog'liq. Har doim sifatli mahsulotni ishlab chiqarib, o'rgatib qo'yish bizdan garantiya u narsalarga Xudo xolasa. Xo'p, Shuhrat aka, shogirdingiz bormi? Biron joydan kelgan shogirdlaringiz bor? Mana hozir Toshkentdan kelgan Valijon shogirdimiz. Assalomu alaykum. Bundan bir soat oldin nimadan Xorazmdan ketdi shogirdimiz. Mana bu yigit kechadan olib keldingiz a? Kechadan olib keldilar. Keldi. Hozir mana shu kasbni o'rganyapsiz aka. Maqsad mana shu kasbni o'rganib, mana shu orqasidan daromad qilish. Xo'p, necha pul bilan boshladingiz? Aka? Hozir 1200 bilan beshket, apparat, olmoqchimiz. Yana ozgina xarajati bor. 500 mi, 600 mi? Bu 500-600 ani ximikatlariga. Ximikatlariga. Tushunarli. Hammasi yaxshimi aka? O'rganishlar zo'r ketyaptimi? Xudoga shukr, men berkminlar o'rgatyapman. Gap yo'q. Xo'p. Mana sizlar bilan birgalikda sexni ko'rib chiqdik. Mana shunday asosan bir-biridan mana har xil turdagi gellar ishlab chiqariladi. Xo'p, aka bizga bitta Keyin yana bitta narsada, mana bu bloglash apparatimiz. mana bu. Bunda mana $1100. Mana shu apparatni kim nima qilsa, shu upakovka bloglab beradi. Bu bloglab beradi. Mana shuni bloglash degani mana bu, to'g'rimi aka? Mana shuni 20 sekundda ichkariga kirgandan bunkerga 20 sekundda bir kishi ishlab chiqaraveradi. Bir kishi ishlab chiqaradi. Keyin mana bu dozatorimiz. Quyib beraylik, mana quyib turibsizlar. Bu $300. Mana shu narsa. Bu gel apparatimizdan tashqari bo'lar. Buni o'zi ruchnoy qo'ysa ham bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. Bo'ladi, ruchnoy. Nachnoy ishlaydi-da. Bo'ladi. Ruchnoy qo'ysa bo'ladi, buni ham bloglashni ham ruchnoy o'rgatib qo'yamiz. Apparat kerak emas bo'lsa, u nima 250-300 ming bilan upakovka bloglash ruchnoy qilaversa bo'ladi. Keyin o'sha ko'payib ketavergandan keyin katta mahsulot ko'p kuniga 2 tonna bizada mana 2 tonna mahsulot chiqaramiz kuniga o'rtacha. 2 tonna mahsulot chiqaradigan holatga kelganda bu apparatni любой payt so'rasa $1100 bizlarda. Bunda risk yo'q ichida. Xohlagan paytda olsa bo'ladi, lekin hozircha kerak emas sotib olish. Keyin o'sha ximikatlarni sotamiz bizlar. Ximikatlar любой ximikati o'zimizda, o'sha nimasi, bakalashkalari o'zimizda yoki xohlagan adreslarni berib qo'yamiz, o'zlariga yaqin joylardan, o'sha bazalardan olaveradi. Bakalashkani ham o'sha joylarni adreslarini, telefonlarini berib qo'yamiz. Biz ishlab chiqaruvchimiz. Bizda o'sha har bir narsa o'zimizni boshimizdan o'tgan. Bunday ishlab chiqarish. Xo'p, bitta anavi apparat dedingiz-ku, $1200 apparat dedingiz. Shuni bitta ko'rsatsak bo'ladimi? Qanaqa apparat ekan? Mana bu apparatda to'g'rimi? Mana shu. 2 dona bor o'zimda meniki. Buni bittasi bo'lyapti, shunday. Bittasi $1200, 12 ta ritsep o'rgatiladi. Bu odamlarga sovg'a. Sovg'a. Kak. Nima uchun deng? O'sha 12 ta retseptimiz hammasi ishlab, necha yillik tajribada men bitta retseptni $1000 dan olganman Rossiyadan. Lekin odamlarga men maydalab sotyapman. Uni gapirib ham o'tirmayman aslida. Endi hozir joyi keldi, tushuntirishim kerak. Bu apparatimiz ham bitta narsa. Qarang, qulaylik. Mana hamma narsa prozratsiya ko'rinib turadi. Nimadir erimasa, o'shani holatini ko'riladi. Bu professionallikda bo'ladi. O'sha Yevropani ham, Rossiyani ham ko'rsangiz, o'sha internetlarda shu narsada ishlaydi. Necha litr suvga kerak bo'lsa, shuni solinadi. Yo'qdan liniya qilib qo'yasizlar, kraningdan o'chirasiz, 3 litr suv solindi. Keyingi mahsulotlar solganda erigan hammasi ko'rinadi. Gabarit ham yaxshi, keyin bu material o'zgarmaydi. 10 yildan keyin o'zgarmaydi. Men garantiya beraman. Teshilib, yorilmaydi. Ichida nirjavika deydi. Nirjavikani faqat bir o'zining nomerlari borda zanglamaydigan. O'sha nirjavikadan ishlatamiz. Hozir nirjavika deb o'zlaricha qozon yasayapti. Uni 1,5 oyda ximiyada zanglab ketadi. Men o'zim olganman, o'zim boshimdan o'tgan. O'shani mana shu narsaga bizlar shuning uchun shu narsadan o'zimiz foydalanamiz. Mana shu narsani yasab beramiz. O'sha palon pullik ichida svarkasigacha nirjavika. Garantiya mana shu holatda bo'ladi. Shunda hozir ham pul berib, ham birdan mana shunaqa nimalarni ham birdan olib ketar ekan. Birdan olib ketadi. Zo'r ekan-da. Shogirdlarga bu sovg'ada. Sababi o'sha retseptimizni o'zi
o'sha 1200 bo'lsa, bu ularga sovg'a. To'g'ri tushungan odamga. To'g'ri. Lekin men shunga masalan 600-700 dollar pul tikaman. Pul tikasiz. Ha, xarajat qilaman, o'sha narsani qilib Qaranglar, beraman. ham o'rganasizlar, ham mana bunday narsalar olib ketsalar, yotish, shida qolish, hammasi yeb ichish shida. To'g'rimi aka? Pul olinmaydi ularga. Yo'q, bemalol. Yana bitta narsa, kelganda hech kim bo'ya shoshilmasin. Bemalol xohlagancha. Meni uyimda mehmon bormi? Bu meni yutug'im. Bu mehmon kelsa uyingga har doim inson xursand bo'lishi kerak. Bu baraka. Mehmon kelar eshikdan, rizq kelar teshikdan. Bemalol. Xudo xolasa o'zim nima yeb ichsam sheda yeb ichib, hamma sharoit o'sha nimasigacha hamma sharoitimiz bor. Buni kabellari bilan, shitlari bilan bo'ladi bu. Mana shu motor reduktorlar, endi bular eskirib qolgan, yangilarini ham yerda ko'rsataman. Mana bu yerlardagi turibdi o'sha yerda yasalgan. Xudo xolasa o'shalarni ham ko'rib olasiz bo'ladi. Sizlar agar mana shu biznesni o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, Shuhrat akaga murojaat qilasiz. Ekran nomerlar chiqarib qo'yganman. Yaxshi biznes. Kelasizlar, mana o'zlari aytadi, xohlagancha o'rganinglar. Xohlasangiz 10 kunda o'rganinglar, xohlasangiz 15 kun, xohlasangiz 1 oyda. Uni vaqtini chegarasi yo'q, to'g'rimi aka? Mana professional vaqtini chegarasi yo'q. Mana. Meni masalan siz bo'ylar o'rganadingmi, ket degan mani ko'rib turibdi. Xudoga shukr, xohlagancha, Xudo xolasa o'rganib, hozir meni sherik ketdi Xorazmdan 1 soat oldin. 2 kun oldin nimadan ketdi Qoraqalpog'istondan, u yigit uni ko'rdi, bu yigit buni ko'rdi. Undan oldin Samarqanddan shahardan ikkita shogirdimiz ko'rib turganmiz, hammasi kommentariy yozib qo'ysin. Xudo xolasa. Bundan tashqari hali nimalar ham bor, Shuhrat aka, mana bunday avtomoykani, sammoykalarni nimalar? Shunday. Ularni ham bir yoritib bersak bo'ladimi aka? Bo'ladi, qarang. Mana Beskantagni avtoshampun Pina, avtoximiyada, keyin vosk, mashinada bilasiz, yuvganiga vosk sepsangiz artish keragi yo'q. O'shalarni ham ishlab chiqarasiz. Shuni ichida o'rgataman. Shuni ichida o'sha 12 ta deganda, keyin balon qaraytiradigan, oyna yuvadigan, oynani muzlatmaydigan, o'sha hamma nimani ichida o'rgatasiz. Bitta bo'lmas ekanda, bu yo'q, zo'r ekan. Yo'q. Bittasida o'rganayotganingiz masalan mana shunaqa moyishi nima emas, nimalar emas, gellar emas, bundan tashqari sammoykani ham polni narsalarni o'rgatar ekanlar. Juda ham zo'r. Hozir bizlar qisqacha borib ham sammoykaga borib qisqacha sizlarga ko'rsatamiz. Yana baho berasiz. Yana bitta so'zim bor. Mana shu meniga keldimi, shu inson biznes qilishi shart. Men shunga harakat qilaman. O'zi haqiqatan ishlasa, sababiki men undan olgan pulim halol bo'lishi kerak-da. U shunday hayotida, oilasida yaxshi iqtisodga ega bo'lib, bizlar sababchi bo'lsak, men unda xursand bo'laman. Har bir faoliyatimda, sababi bu dunyoga bir marta kelamiz. Faqat yaxshiliklar bilan bo'lsin ishlarimiz. Yolg'on yo'q. Mana shu kelsin, любой joydan, mana shu qaysi davlatdan keladi, qaysi shahardan keladi, qaysi qishloqdan keladi, qaysi viloyatdan keladi, shunday kelsin. Shu holatda agar boshqacharoq bo'lsa, meni bu ham ko'rib kelgan, boshqacharoq bo'lsa, bemalol men ikki qo'lim ko'taraman. Akamiz shogirdlari ko'p, shogird ko'p bo'lgani ham yaxshi. Qaysi viloyatga bormasalar, shogirdlar bo'ladi. Shunday. Butun dunyo kezamiz shu shogirdlar orqasidan. Hurmat qiladi, shunaqa rahmat hammasiga, mehmon qiladi, borsak, shu qo'yarga joyi topmay qoladi. Nima uchun? Sababi bizlar ham shu narsaga harakat qilamiz har bir insonga. Xo'p, bitta sammoykaga ham boramiz-a, Shuhrat bir borib ko'rsatamiz. Ko'rsatan ishlab chiqarishlardi. Xo'p, aziz do'stlar, mana bizlar sammoykaga kelgan bizlar. Mana bu yerda polni o'zlari mana shunday penalarni, vosklarni ishlab ham chiqaradilar, to'g'rimi? Shunday. Shuhrat aka? Masalan, sammoykasi bor akalar ham murojaat qilsa bo'lar ekan-da sizga. Bemalol. Pena bo'yicha. Nimalari bo'yicha? Vosklar bo'yicha, aka. Shunday. Bu penani o'zi necha turi bor buni? Qanaqa turi bor aka? Penani turlari mijik deydi, svetnoy, prostoyi bor. O'sha rangsiz holatda. Bizda mana shunaqa yana boshqa ranglari ham bo'ladi. Avtoximiyada mashina nima ximiyasi bor, hammasini o'rgatib qo'yamiz. O'rgatib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilasizlar, azizlar. Mashina ximiyasi bo'yicha qanaqa narsalar kerak bo'lsa, polni aloqa chiqishlaringiz. O'sha yillarga kelganda, yillar suyuqlar o'rganilganda bu sohani ham mana shunaqa o'rgatamizda. Mo'yshi sirsiva deymiz. Mo'yshi sirsiva deganda o'sha kir yuvadigan, kosa tovoq yuvadigan o'shanaqalar avtoximiya deydi. Ikkovini ham o'rgatamiz. O'shani ichida o'sha avtoximiyada mana shu narsalarda. Tushunarli. Aziz do'stlar, mana bugun bizlar polni yoritib berdik. Hozir o'zlarining sammoykalariga kelib, mana to'liq ma'lumotlarni olyapmiz. Sammoykaga bo'lsa ham kelaverasizlar shega. Xudo xolasa. Adres qayerda? Adres aka? Adres qarang. Samarqand viloyati Narpay tumani
Totkin qishlog'i. Tushunarli. Hozir do'stlar aloqaga chiqasizlar, pastda telefon nomeri yozib qo'yganman. O'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shunday biznesda akaga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo aka, Xudo xohlasa. Katta rahmat. Mana dam olish nimalari o'zimiz mana o'sha ishlardan keyin dam oladigan nimalarimiz. Ha, bu yoqda dam olish. Dam olishlar, ha. Shogirdlar uchun-da. Shogirdlar uchun keyin nima? Bu o'zimizning ishchilarimiz dam oladi. Nima deydi? Tirikchilik ham bolalar o'ynaydi kelib bu yerda. U bilyard, maniki bari mana bu yoqda o'nta kompyuterimiz bor. Mana kompyuter xona bu. Tushunarli. Tennislar bor. Tennislar, mana konditsioner, mana televizor, hamma sharoit bor. Sharoitlar bor. Ha, Xudoga shukr, mana shu narsani yaqinda nima qildik, qurib bitirib. Kelganda mana bu Samboykaga ham dam oladi odamlar. O'zimiz kelib dam olamiz, ishchilarimiz. Endi faqat ish emasda, endi dam olish kerak-da, dam olish kerak. Hozir bo'lsa aloqaga chiqasizlar, bemalol mana shogird bo'lib ishlaringizni mazza qilar ekansizlar. Katta aytaman, Samarqand viloyati Narpay tumani Totkin qishlog'idamiz, Chaykal mahallasidamiz. 217-uyim. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shogirdga tushgandan keyin o'ynasa bo'ladimi? Bemalol, deb shogirdlarga. Mazza qilar ekansizlar. Ham hunar o'rganasizlar, ham bemalol kelib dam olaverasizlar. Dam olish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar. Shunday, sog' bo'linglar.